Chorshanba kuni Robert Kiyosakining Pul oqimi, ya'ni cash flow o'yinini o'ynaymiz. Bu hayotingizda qilishingiz mumkin bo'lgan pul bilan bog'liq jamiki xatolaringizni o'yinda qilib o'tib, o'shani yashab o'tib, hayotda kamroq xato qilishingizga juda ham yaxshi vosita bo'ladi. Hozir sizlarga shanba kuni birga o'ynagan o'yinchimizdan fikr eshitamiz. Nilfarxon, qalay bo'ldi shanba kuni o'ynagandingiz? Men bu o'yinda birinchi marta o'ynashim, lekin men hayotda qilib yurgan pul bilan bog'liq hamma xatolarni, faqatgina pul bilan emas, hamma jarayonlardagi xatolarimni juda ham zo'r tushundim. Aynan hayotga men jarima to'lab yurgan ekanman, ya'ni oyligim nechidir marta bloklandi. Undan tashqari o'sha birovlarning jarayonlariga o'zim bilmagan holatda aralashishim menga juda ham qimmatga tushdi. Ya'ni hayotdagi bor narsani hayotimizdagi bor narsalarni yo'qotib qo'yishimiz faqat o'zimizdagi ong osti bloklarimizga bog'liqligini angladim. Men ham o'sha kuni o'ynadim. Hayotga o'zi o'yindek qarayotganman va oxirida faqat menda anula qolar ekanda, uy joy, mol mulk qolar ekanda, qo'limda naqd pullar qolmas ekan. Shu xatoimni qanaqa qilib uni hisob kitobini o'rgandim, yana o'rganishim kerak. Chorshanba kuni men ham o'ynayman. Marziya opa, qanaqa bo'ladi chorshanba? O'tgan safarda kam undan zo'r qilasizmi? Chorshanba kuni undan zo'r qilamiz. Nimagaki, bilasizmi, buni o'ynaganinglar sari tezligingiz oshadi. Hisob kitobga bilishinglar oshib boradi. Plus o'yin qiziqroq bo'ladi. Chunki biz ko'p anaqalar rynokdan ko'p narsa ola olmadinglar. Bozor qila olmadinglar deydi-yu. Bu narsani qo'lda pul bor bo'lgandan keyin bo'ladi. Yulduz ham eng katta oylikda o'tirgandi o'sha kuni, lekin bu ham rosa ko'p tushdi. Yulduz, fikr bildiring siz ham. 9000 rosa 9500 lik oylikdan men so'm ham qolmadi, bilasizlarmi nimaga? Men hammaga va bu unga oylik chiqyapti, voy bu nimaga tushib ketyapti deb o'zimni har doim emotsiyam bilan tushirib qo'yar ekanman. Hayotda ham xuddi shunaqa zo'r oylik olaman, lekin pulim yo'q. Va men Marziya opani tavsiya qilaman. Marziya opa, rahmat kattakon o'sha kungi bilimlovchi. Men yana qatnashaman. Yana bitta joyi, chorshanba kuni. Yana bitta joyi, men bularga sovg'a tariqasida o'sha денежный установкani ham, kartani, bu cash flowni ichida yo'q. Shuning uchun ham buni hech kim qilmaydi. Sovg'a qilib bularga ochib berdim. Plus chiqqan pul bloklarini, 7 ta, 8 ta chiqqan pul bloklarini transformatsiya qilib pozitivga o'zgartirib, boy bo'lib ketamiz xullas. Hammani qarashi o'zgardi, xudo xolasa. Pulingiz ko'payishini xohlasangiz, keling, xatosini o'yinda qiling, hayotda emas. Bo'ldi, Marziya opa, rahmat. 3 minut video oldik, kelmasanglar bo'lmaydi endi. Buni YouTube'ga qo'ying.